Network kelgan balamni o'ldirib olib ketdim. Bundan bir necha kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda 9 oylik chaqaloq shifokorlarning mas'uliyatsizligi sabab vafot etdi sarlavhasi ostida xabarlar tarqaldi. Holat yuzasidan tug'ilgan barcha savollarga aniq ma'lumot olish uchun biz Parkent tumaniga yetib keldik. Qabulxonada ko'rilgan. Uyga назначение qilgan. Apteka bo'lgandan keyin yana bola fantasini qusgan bilan aralash. Bola yana qaytib kelgan. Shifokorlar birinchi muolajani shu joyda ko'rsatishgan unga. Yaxshi. Shifokorlarning bizga bergan ma'lumotlarda aytilishicha 9 oylik qizaloq dastlab Parkent tuman tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklar bo'limiga olib kelinganda aynan shu xonada muolaja olgan. Uyda qizim 2 marta qayd qildi. O'sha oldi orqa o'pkalarini eshitib ko'rib, hozir yaxshi ahvolda deb birinchi tabletka yozib berdi bizga. Aptekadan dori olib, endi uyga qaytmoqchi edik. Mashinada yana qizim bir marta qusdi. Biz yana qaytib shifokorga olib kirdik. Oshqozoni aynigan dedi. Issig'ini o'lchamadi, badanligi muzdagi edi. Bolamni kilosini tortmasdan shundoq faqat osmokol yozib berdi. 100 ml qo'shilgan hamma aralashmani olib bo'ldida, keyin ikkinchisini ulagan edi. Tez ketyapti, tomchilab tushmayotdi ukol. 3-4 minut arada yuvarishi bilan qizim nafas olishi tezlashib ketdi-da, yuziga qaradim, ko'zi katta-katta ochilib ketdi. Keyin misterga mazasi bo'lmadi, nimaga unaqa bo'lyapti dedim. U reski uzdida boya bolangiz holsiz edi, bo'shashib, ichida suv yo'q, suvsizlanish bo'lgan. Meni ko'zlarini katta-katta ochib, yaxshi bo'ldi o'ziga normalniy. Men smen topshirishim kerak 8 da dedi, shoshib chiqib ketib qoldi u hamshira. Birinchi reanimatsion yordam shu joyda ko'rsatilgan. Yordam ko'rsatilgan. Yugur og'ir bo'lganda, yugur bo'lgan, hech kim hech narsa bilmani yo'q, faqat dalada bilan shug'ullangan. Keyin intubatsion turibga qo'ygan. Nima uchun o'tkazildi boshqa reanimatsiyaga? Sun'iy apparatga olib borish uchun sun'iy apparatni bu yoqqa olib keladi asosan. Olib kelguncha vaqt o'tadi, u apparat anaqa emasda, oyog'i bor, og'ir narsa. Vaqtdan foydalanib olib borish oson bo'lganda, bu yoqqa apparatga ulagan ekan. Shuning uchun bolani o'zini olib o'zini ko'tarib, anaqa sun'iy nafas berib borib, anaqa qilgan. Qiynab tashlagan. Men ko'z o'ngimda naryoqda jonlantirish bo'limida derazadan teshigiga borgan ko'rdim. Umuman katta odamga qanaqa badan tanasiga qanaqa his qilsa, shuni holatda harakat qildi-da. Qiynab tashlagan, o'zi murdida ham butun belgilari qolib ketganda badanida. Men ko'z oldimda yomon qiynab badanlari tilinib, yulinib, ko'karib tomir yorilishi, o'sha ukolni ko'tara olmagan. Bular ukoldan emas deb aytdi-da. Birinchi tashxis oshqozon nima yo'llari buzilishi deyilgan. Kerakli dori muolajalarni yozib bergan. Keyin bolaning ahvoli yaxshi bo'lmagani uchun keyingi kasallik varaqasini ochib bo'limga yotqizilgan. Navbatchi shifokorimiz bolaning ahvolini ko'rib turib reanimatsiyaga olgan. O'tkazilgan muolajalarga qaramasdan ertalabki soat, tonggi soat 4:10 da biologik o'lim qayd etilgan. Shifokorlar taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 9 oylik qizaloqning o'limi tongga yaqin aynan mana shu reanimatsiya bo'limida qayd etilgan. Qayta ogohlantiruvdim hamshiraga. Sekinroq qo'ying. Birinchi olishi. Sud-med ekspertizaga murojaat qilganimizda boyaga shu bolaga berilgan dorilarni dozirovkasi to'g'ri berilganmi yo'qmi shu savolga ham javob so'radik. Nima uchun soatlab ichkarida reanimatsiya baqirtirib ichini yuvdi? Nima uchun shu ukollarni qildi? Ani mutaxassislar kelib tekshirganda aslida deydi, bu tashxis qo'yilgan bo'lsa mutlaqo mumkin bo'lmagan dorilar. Biz qizaloqqa tibbiy yordam ko'rsatgan shifokor bilan gaplashmoqchi edik, ammo ular ish joyida emas ekanlar. Xo'sh, unda shifokor qayerda? Qabul qilgan shifokorimiz endi oilaviy o'zlari oldindan chet el safarini rejalashtirgan ekan. Biletlar 16-iyul kuni xarid qilingan ekan. 30 kuni ertalab o'sha Gruziyaga dam olishga uchib ketgan ekan oilaviy. Ikkinchi shifokor infeksionist reanimatologimiz u hozir 1 kundan mehnat ta'tilida. Reanimatsiya bo'limiga kirib kelyapman. Bir nechta kameralarga ko'zim tushdi. Bu yoqda ham bor kamera, kirish eshigida ham bor, hammasi ishlayaptimi? Hammasi ishlaydi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan mutaxassislar kelib shu holatni hammasini o'rganib ketdi. Hozirgi kunda prokuratura organlari tomonidan bu holat chuqur o'rganilyapti. Og'irlashgandan keyin harakat qildi-da ular. Bu 3-farzandim edi. Arada sinabmi farzandim bo'lmay 12 yilda topgan edim bu farzandimni. Biz ushbu holat yuzasidan ekspertiza xulosalari taqdim etilgandan keyin yana qo'shimcha tafsilotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Marhuma qizaloqning oila a'zolariga esa Milliy telekanali nomidan
chuqur hamdardlik izhor etamiz.